Yo, hammaga salom sizlar bilan Hardam video bro. Bugungi videomizda do'stlar, bugungi qanaqa video? Birinchi videomiz qanaqa bo'ladi? 3 ta Minecraftdagi super modlar. Endi jaz olmasu. Endi topdim 3 ta, o'shalarni sinab ko'ramiz. Sizlar videoga like bosib, obuna bosib turinglar. Ovqatinga esa, ovqatinga turgan esa, yoqimli ishtaha deb qolaman. Qanunda ketdi. Birinchisi nima? O'zini ko'ramiz. Birinchisi короче qandaydir hayvonlar qo'shar ekan. O'shani sanab ko'ramiz. 3 ta edi menimcha, 3 ta qo'shsa kerak. Yo, what? Mashdan bir bizdan 3 tasini olamiz, tekshirib ko'ramiz bizga. Chunki boshqa modlarni ham ko'rish kerak. Ya. Aytdim shu qizga. Короче. Ушисаммы? И пулем говорит. Zormaz ekan. Yep. Fotosu uzaydi. Hadi şey. Короче, endi bizda ikkinchi mod. Bizning ikkinchi modimiz mana bu yerda bo'ladi. Hop. Nashta bo'lsa kerak. U bitta dekoratsiyasi. O, temir. Bular menimcha hech bir qilmaydi. Hop. Wow, dedi. Hop, sen shu narsalardan qo'shibdi. Bu nima edi bu? Katana crafting table. Chota bunda katana yasasa bo'ladi. Qanday yasaladi o'zi? Yasab qo'ysam, o'zim bilmagan holda. Yo, vatta. Mayli. Biz yana qatalar. Mana. Mayli. Yo'q, motamani tosh baqalar. Hop, 1 2 Lekin videolarga dekoratsiya qilib qo'ygani yaxshi mod ekan. Telegram kanal boshqa modlarda mana sinab ko'raylik. So'ng ikkinchi katanani chota bu unaqa qilsanlar. Sekin jonimizga necha o'rin olar ekan? 7 tosh baqani va shunchalik. Qaraylar. O'ldirdimmi? Dreamga o'xshab vatar drop beraman. Dream message. Qaraylar. O'zim zo'r unaqalarni qilib, kreativdagi o'tganman men qaraylar. Videoni oxirida turk qilamiz, turk nima desalar keyin tushuntirib beraman. Bizda 3-chi mod do'stlarim. Bizda 3-chi mod sandiq. Ya'ni sandiqni boshqacha qiladi. Qaranglar. Bunda o'zi katta rasmsiz Bunda shunaqa bunda sara bor. Bonus lekin zo'r. Mana bu endi normal, lekin dekoratsiyaga mana yorug'lik qilib turar ekan, mana yashil bo'ladi, mana ko'k bo'ladi, shunaqa yomon ekan. Endi ular butun boshni deb o'tiramiz ular bilan. Mana shu tomondan chiqayotgan odam o'tayotganini ko'rishib, oy chiqishini kutib o'tiramiz endi. Yaxshi hayotda. Rayt qalaysiz? Siz sandiqlarimiz bilan qarab turibsiz o'shangizni. Endi esa turk qilamiz degan o'sha turkka navbat beramiz. O'sha turk yetib keldi. Like bosib obuna bosinglar. Ketdi. Suv netojiga ketdi-da. Suv azgincha netojiga ketdi. Ikkinchi urinish. Like duplikka tashlaymiz.
nimaga olmadi? Dubl 3. Endi esa Dreamlik mahoratlarimni ishga solgan holda dubl 3 nimaga? Endi esa yamoq chiroyli. Itini qildim. Yo'q. Nima qaraylar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, videoda kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Video yoqqan bo'lsa like va podpisatsiya bosib, esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Teo bo'ldi.